Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu o'tdagi tosh va uni davolash to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Oldingi qitim men o't kesili to'g'risida bir qisqacha tushuncha berib o'tgan edim. Undan keyin ba'zi qarindoshlar menga ayrim uchur yo'llab, shu o'tda tosh bo'lgan vaqtida cho'qim operatsiya qilish kerakmi, uni davolaydigan dori bormi, ya'ni dori bilan toshni eritib atkili yoki tushagili bo'lamdi deb ba'zi savollarni so'ragan edi. Men tuvanda bu haqda ozroq tushuncha berib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishni umid qilaman. Endi bu o'tdagi toshqa kelishdan burun shu o'tninki qurilmasi va tosh ko'p paydo bo'ladigan o'rinlar bilan bir tanishib o'tmak lozim. Endi bu ko'rayotgan rasmdagi shu so'l tarafdagi xaltasimon bu o't xaltasi, bu o't xaltasininki hajmi normalda 30 millilitrdan 50 millilitr arasida bo'ldi. Buningki asosli xizmati va o'tgan qitimqi leksiya so'zlab o'tganga o'xshash jigar ishlab chiqargan o't suyuqligini saqlab, qo'yiqlashtirib, biz har qitim tomoq yegan vaqtimizda, bo'libmi bak mayliq qo'rimi tomoqlarni yegan vaqtimizda uning hazm bo'lishiga yordam bo'lish uchun o'tda saqlangan va qo'yiqlangan o't suyuqligini qaralik holda 12 barmoq uchagiga kirgizib, shu yemakliklarning bo'libmi may, qo'rimi tomoqlarniki hazm qilishiga yordam berishdan iborat. Yana bundaq aytgan vaqtida bu o't xaltasining vazifasi asosliq vazifasi ya'ni isklad shaklda bo'lib, bu faqatla jigar ajratib chiqargan o't suyuqligini saqlash va qo'yiqlashdan iborat. Bu rasmda ko'rayotganinglardagi yuqori tarafidagisi shu o'ng va so'l jigardan chiqqan o't naychisi bo'lib, bu jigardan ajratib chiqargan suyuqliklarni to'plab bir qismini 12 barmoq uchagiga bevosita kirgizsa, yana bir qismini o't xaltasiga kirgizib, u yerda saqlash va qo'yiqlash xizmatini o'taydi. Andan keyin bu o't xaltasidan chiqqan bu naycha o't naychisi deb ataladi. Andan keyin bu jigar o't naychisi bilan bu o't naychisi birlashib, g'o'l o't naychisi yana asosliq markaziy o't naychisiga tutishdi. U yerdan 12 barmoq uchagiga yetib bordi. Bu o't naychisininki ichki diametri odatda 6 millimetr atrofida bo'lib, 7 millimetrdan ishib ketsa, bu kengaygan hisob bo'ladi. Endi buni alohida tilga ilishdan asosli sabab shu o'tda paydo bo'lgan yoki o't naychilarida paydo bo'lgan toshninki cho'ngligi shu o't naychisininki diametridan ishib ketgan vaqtida bu toshninki chiqib ketish ehtimoli yo'q deganlik bo'ldi. Shu sababdan men bu yerda bu o't naychisining g'o'li o't naychisiniki diametrini alohida ta'kidlab o'tishni to'g'ri topdim. Normalda shu 2 millimetrdan 4 millimetr, en ko'p bo'lganda 6 millimetrdan tuvan bo'ladi. Ya'ni bu o'tda yoki o't naychilarida paydo bo'lgan toshninki cho'ngligi mushunidan ishib ketmasa, bu naycha orqali 12 barmoq uchagiga kirishi, bu tosh shu yerga kirishi yoki bo'lmasa bu yerdan tarat bilan chiqib ketalishi mumkin. Cho'ngliq jihatda bundan ishib ketganda yoki bu tosh qirliq bo'lgan vaqtida bu tosh osonlikcha chiqib ketmaydi. Yana bundaq aytgan vaqtida biz ishlatgan dorilarniki unumi shu o'tda yoki o't naychilarida paydo bo'lgan toshlarni
eritib, ya'ni kichik holatga keltirish orqali o't naychilaridan bu 13 barmoq uchayga o'tib, u yerdan uchay orqali taraf bilan chiqib ketishni maqsad qiladi. Faqat shu maqsad yetgan vaqtida, ya'ni dora shu o'tda paydo bo'lgan toshlarni eritib, shu o't naychisining diametridan kichik holatga keltirgan vaqtida anandan keyin bu dora unumli dora hisoblanadi. Bu rasmda ko'rayotganinglar shu o'tda paydo bo'lgan o't yoki o't naychilarida paydo bo'lgan toshlarning har xil toshlarning shakli bo'lib, bu tosh qancha qirliq, ya'ni qancha qo'pol bo'lgansa, u bizda shuncha og'riq paydo qiladi. Ya'ni toshninki shaklining qanday bo'lishi va o'rnining qanday bo'lishi bizningki shu klinikalik kasal alomatlari bilan bevosita munosabatlik. Tosh cho'ng bo'lgan vaqtida, midirlamagan vaqtida, ya'ni muqim bo'lgan vaqtida u toshning qanchalik cho'ng bo'lishidan qat'iy nazar alohida qattiq og'riq paydo qilishi notayin. Shunga og'riqninki ig'ir yengilligi toshning cho'ng kichikligi bilan o'ngtanasib bo'lmaydi. Faqat shu toshning shakli, ya'ni qo'polligi, qirliqi, anandan keyin uning harakatchanligi bilan o'ngtanasib bo'ladi. Ya'ni qo'pol tosh, qirliq tosh, harakat qilgan tosh ig'ir og'ritadi. Tosh mayli cho'ng olsun, kichik bo'lsin, harakat qilmasa, muqim bo'lsa, sirti siliq bo'lsa, u unchalik ig'ir og'riq paydo qilmaydi. Shunga bu yerda bu toshninki bu shakli nimalarni cho'ng kichikligini ko'rsatishimdan bir sabab, birisi uningki klinik kasallik alomati, yana birisi shu davolashda dori bilan davolash kerakmi yo operatsiya qilish kerakmi degan vaqtida bu toshninki qurilmasi, shakli degandagidek omillar xili muhim salmoqni egallaydi. Bumu shu toshninki har xil shakli, cho'ng kichikligi va o'xshamagan toshlar bo'lib, kichik toshlar bo'lib qum toshlarninki dori bilan davolash ehtimolligi yuqori, cho'ng toshlarninki dori bilan davolash ehtimolligi asosan yo'q deyarlik. Chunki bu toshlar cho'ngaygan sari uni eritib parchalash shuncha qiyinga to'xtaydi. Bu xil ahvol ostida operatsiya qilishga to'g'ri keldi degan gap. Endi bu o'tdagi toshni davolashda dorimi yoki operatsiyami degan vaqtida uningga to'g'ri qaror berish uchun tuvandagilarga qarash kerak. Birinchisi yuqorida men deb o'tgandagidek toshning cho'ng kichikligi. Hozir hamda shu e'lon qilingan dokladlarga qaragan vaqtida hozir bayqalgan toshlarning shu o'tdagi toshlarning eng cho'ngligi 12-8 santimetrdan 7 santimetr. Ya'ni butun o'tning ichi shu tosh bilan to'lgan. Bu hozir doklad qilingan eng cho'ng tosh. Bu xil toshni odatda dori bilan tushirish mumkin emas. Shunga bu o'tdagi toshni davolashda dorimi yoki operatsiyami degan vaqtida birinchisi toshning cho'ng kichikligiga qarash kerak. Ikkinchisi toshning o'rniga va toshning bemor hayotiga bo'lgan tahdidiga qarash kerak. Ya'ni ba'zi toshlar garchi uncha cho'ng bo'lmasa-mu, uning o'rni naytı muhim o'rin bo'lib, ya'ni shu o'tninki g'o'l o't naytisini butunlay to'sib olgan bo'lsa, yana misolanga bir 1 santimetr atrofida cho'nglik tosh bu naychini to'liq to'sib olgan bo'lsa, o't suyuqligi bu 12 barmoq uchayga kiramaganlik sababidan
bemorninki hayotiga ig'ir tahdid yaratishi mumkin. Chunki bu suyuqliq jigardan uzluksiz ishlab chiqarilganligi uchun u vaqtida 12 barmoq uchayga kiramay qolib qolsa, bu jigarninki besimi ishib ketadi. Bu bemorning hayotiga jiddiy tahdid paydo qildi. Bu xil ahvol ostida cho'qim jiddiy operatsiya qilishga to'g'ri keldi. Uchinchisi, toshning tarkibi va yondosh kasallik ahvollari. Ya'ni toshning tarkibi kalsiy asosli tosh ulab, anandan keyin yoki mush yondosh kasallik alomatlari, ya'ni o'tnaychilarda yolliq bo'lsa, bu vaqtida yolliqni qaytirish doğrusu ishlatgan asosda vaqtida operatsiya qilishga to'g'ri keldi. Chunki bu xil toshlarni dori bilan eritib tushirish biroz qiyin. Dori bilan eritib tushagiladigan toshlar asosan xolesterol tarkibi ko'p bo'lgan kichik toshlar bo'lib qum shaklidagi toshlar bo'lib, bu toshlarni eritish biroz o'ng'ay, lekin kalsiy tarkibi bo'lgan toshlar bo'lsa yoki bo'lmasa, bu bir vaqtda boshqa kasalliklar bo'lib qolsa, u vaqtida yana operatsiya qilishga to'g'ri keldi. To'rtinchisi, o't va o'tnaychilarning anatomiyalik qurilmasi qarash kerak. Endi bu qurilmada g'ayrilik bo'lgan bo'lsa, buni dori bilan davolash oson emas. Bu xil ahvol ostidami operatsiya qilishga to'g'ri keldi. Beshinchisi, bemorning universal sog'lomlik ahvoli. Ya'ni bundaq degan vaqtida bemorning yeshi, yurak o'pkisininki sog'lomlik ahvoli, ya'ni operatsiyaga bardoshlik beralamdi, beramamdi degan ahvolga qarash kerak. Garchi bu o'tninki operatsiyasi bak cho'ng operatsiya hisoblanmasimi, biroq yoshda cho'ng yoki yurak o'pkisi yaxshi bo'lmagan, ya'ni operatsiyaga bardoshlik berolmaydigan insonlar bo'lib qolsa, yana belgili xatarlik bor degan gap, operatsiyadan saq chiqolmasligi mumkin. Shunlashqa bu yerda bu bemorning universal sog'lomlik ahvoli, ya'ni bo'lib uningki o'pkisiningki, yurakning ahvoli bu operatsiya qilish qilmaslikda nihoyatda muhim omil, ya'ni operatsiya qilish yoki dori bilan davolashda hal qilg'uch omillarning biri hisoblanadi. Ko'rayotgan bu ikki dori shu o'tdagi toshni davolashda eng ko'p qo'llanadigan va nisbatan eng unumli deb qaralgan dori bo'lib, bu dori asosliqi shu tarkibida xolesterol moddasi ko'p bo'lgan toshlarni eritishda ishlatildi. Ya'ni bu shu o'tdagi toshni davolashda ko'p ishlatiladigan nisbatan unumlik dori hisoblanadi. Ama yuqori deb o'tgan shu dori bilan davolashga mos keladigan shu tosh, ya'ni o'tik tosh bo'lib qolsa, bu dorini sinab baqsanglar bo'ladi. Bu dorininki dori ismi va uninki tarkibi, ya'ni o'xshamagan marka ismlari ulab, bu yerda 4 ism amaliyotda 2 xil doriga vakillik qiladi. Bugungi bu o'tdagi tosh va uni davolash to'g'risidagi qisqacha leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat qilib anglag'ininglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.